o'zbek repiga battle olib kirgan inson men bo'laman. Shaxsiyatga o'tmagan holda tabiiy qabul qilsa bo'ladimi? Masalan, men o'zim din haqida, siyosat haqida omma oldida gapirishga to'g'risi o'zim bilimim yetarli emas. Rep siz uchun nima shunda? U hobbimi yoki biznesmi? Qanaqa qaraysiz repga? Afsuski o'shalar xuddi mana bu terrorchilar dinni niqob qo'ygan kabi Sizlarga ergashadigan qancha yoshlar bor. Chunki men o'zim ham shu 18+ temalarda ozgina ijod qilganman-da. My5 kanalida bir kechirasizlar, bir tinga qilgan dastur bo'ldi. Bizlarni o'zbek repini rivojlantirmoqchimiz, sizlarga yordam beramiz deb. Kitob haqida qanaqa siz targ'ib qilasiz yoshlarni? O'tgan kunlar hali o'qimaganman, chunki men hali u narsani tushunishga aqlim yetmaydi. Biz birlashgunimizcha qiyomat kelib qoladi. Men shunaqa deb o'ylayman. Affeting mani, mayus taronam charchadi garmonga bo'lib mahliyo. Assalomu alaykum hammaga. Bizani ko'rayotgan muxlislarga podkastimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Bu podkast mohiyati nima, mazmuni nima? Proyekt maqsadi jamiyatga manfaatli bo'ladigan suhbat va yosh avlodni sog'lom turmush tarziga va sportga targ'ib qilish. Bugungi mehmonlarimiz rep ijodkorlari, ya'ni reperlar. Birinchi mehmonimiz mana MC Shurik, ikkinchi mehmonimiz Doksim. Sizlarni ko'pchilik repga qiziqadiganlar va O'zbekistonda istiqomat qiladiganlar ko'pchilik taniydi. Endi baribir ham tanimaganlar bo'lsa, o'sha tanimaydiganlarga o'zingizlar haqingizda qisqacha ma'lumot berib, o'zingizlarni tanishtirsanglar. Marhamat, MC Shurik o'zingizni tanishtirishingiz mumkin. Shuhrat Xalilov, ya'ni MC Shurik nik ostida boshlaganman. 2009-yil o'zbek rep underground olamiga kirib kelganman. 2 yil oldin litsenziya oldim O'zbek konsert tomonidan va o'sha ofitsial san'atkor sifatida tavsiyalar bilan Shuhrat Xalilovga o'zgartirdim taxallusimni. Shuhrat Xalilov bu ham ism familiyam, ham Xalilov deb yozaman. Ko'pchilik so'raydi, nima endi Lov deb qo'yasiz. Xalil bu Allohning ismi, Lov muhabbat, ya'ni Allohga bo'lgan sevgi degan ma'noda. Endi MC Shurik proyekt loyihasi ham yopilmagan. O'sha undergrounddagi loyihalar, misol uchun o'sha battlelar yoki mana yaqinda o'tgan voqealar MC Shurik nomi ostida chiqadi. Shuhrat Xalilov lekin u umuman boshqa inson, romantik rapper, u hech kimga anaqasi yo'q. Xuddi mana Slim Shady Lord, Eminem, Marshall Mathers bor-ku, menda ham xuddi shunaqa 3 ta obrazim bor. Cho'lov ham hammani yaxshi ko'radi, hammani hurmat qiladi. O'zim haqimda ma'lumot ko'p, qisqaroq aytaman, menimcha. Tushunarli. Marhamat. Qurbonali Doksim o'zingizni tanishtiring. Doksim taxallusida ijod qilaman. 2013-yilda birinchi boshlaganman. Bu paytda nikim boshqacha edi. Shu Doksim Haligacha. Tushunarli. Endi face to face battle deganingizga, shu face to face battlega to'xtalib o'tamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda boom bo'lgan, portlagan tema degan bo'ladi. O'sha face to face battlelar qiziqchilar, vaynerlar tomonidan kulgili sahnalar qilishganligi sizga qanaqa darajada ta'sir qildi? Bu xursand bo'ldingizmi bundan, jahlingizni chiqardimi? Shu haqida qisqacha ma'lumot bering. Buni men juda uzoq analiz qilganman. O'zi gapim qanaqadir misol kamtarligiga to'g'ri kelmasligi mumkin. O'zbek repiga battle olib kirgan inson men bo'laman. Bu audiodan boshlab o'sha sport battle o'zrepkomdagi, keyinchalik face to face audio mavsumi va versusda ham o'sha haligacha men hech qayerda uni analogini ko'rmadim. Hali yosh edik biz bu sohada. To что reperlarni o'zi tashkilotchi sifatida mana o'sha birinchi sonlarda men nima uchun ovoz petlichkada arzimagan men tanqid qilganman. Kamchilik qidirishadi. Men o'shanda Rossiyani versusini ko'rganman, keyin Amerikadagi o'sha KDD battle'ni ko'rganman. Bu shu Eminem bilan o'sha ilhomlantirgansiz. Yo'q, qanaqa ilhomlanganimni sababi 8 Mile degan o'sha 8 Mile degan Eminemning kinosi chiqqan 2002-yili. Bu birinchi anaqa bo'lgan. Men bu haqda endi Odnoklassnikda o'sha og'zaki intervyular bo'lardi, yozuvli u paytda. Men aytganman sababini bir kuni National Geographic degan kanalda arslonlar haqida hujjatli film ko'rib o'tirgandim. Mavzudan qolsam uzoqlashaman, chunki men uni aytib berishim kerak edi, asli nimadan kelib chiqqan. Bilmayman, buni rapga qanaqa uzviy bog'liq tarafi bor. Fakt shundaki, men o'sha ko'rsatuvni ko'rib, ya'ni Shoxolli Asolliga hujum qilganini ko'rib, o'tdagi o'sha she'r qanchalik she'r bo'lmasin, ayollarning hurmatini maksimal joyga qo'yganini ko'rib, nimagadir davay battle qilsammi degan g'oya paydo bo'lgan.
O'shanda e'lon berilgan и ishtirokchilar soni mana 30 ta, 34 ta deganda u 100 tadan oshib ketib qolgan. Ну, bu bilan afsonaviy battle deyishadi. Uni men o'ylab topmaganman. Uni aholi nima muxlislarni o'zi qo'yishgan u narsani. Vaynerlarga kelsa, qarang, bu yerda mana bunaqa narsada birinchidan ular masxara ovoz. Ishi shu. Futbolist futbol o'ynaydi, reper rep o'qiydi, doktor operatsiya qiladi. Vayner qiziqchilik qiladi deb bitta xafa bo'lgan joyim, xursand bo'lgan joyim ham bor. Xafa bo'lgan joyim so'ramasdan yetishadi. Mana Bobur Mansurov, mana bu bachkanalar bor-ku, prinsipi hech qanaqa ogohlantirishsiz chiqaradi. Xalq afsuski buni ko'rib chiqaradi qanaqa joy? Mana bir 20 ta soni bor. Uni ichida shunaqa texnika ko'rsatgan bolalar bor. Mana Esbroslar, Blacksan, Ruslan Fanemin u panchini qilgan nimalar juda ko'p. U joylarimni hech kim gapirmaydi. Bitta ikkitasi mana Xitoyliksan, O'zbekistonliksan, tam ana taktika tiki-taka to'pig'imdan past az yaramas degan joyini qirib olib, go'yoki butun bir battle mana shunaqa ruhda xarakterda o'tadi degan noto'g'ri tushuncha beradi. Yoki O'zbekistondagi reperlarning hammasi shunaqa degan. Saviya bizani borimiz shu ekan degan, vaholanki o'tda shunaqa kuchli panchlar bo'lgan, kuchli anaqalar bir nima deydi, qonli janglar bo'lganda, o'tda mana Venom bilan Green yoki Azre bilan Ruslan Fanemin, Vesbroslar, Sherdel bilan Blacksan uni ko'rsanglar, men o'zim haligacha muxlis bo'lib ko'raman shuni. Bu haqida hech kim gap, prosmotr ham 10 ming, 15 ming. Mana buni nareskalari million TikToklarda, Instagramlarda so'rab nima qilganlar bor. Mana Dilimi, Farhod Rahmatli bitta Navoiylik bolalar Sayfullohni izlabdan o'sha Ilyas chiqdilar. O'rtoq mana shu narsani biz kuzatamiz, xafa bo'lmasangiz. Bu to'g'ri narsa. Addushi respekt mana shu narsa. Peripskalarimiz Instagramda turibdi. Ularga hech qanaqa nimamiz yo'q. Mana bu Bobur Mansurov hayotda men bilan hech narsa demasdan chiqazaveradi. Mualliflik huquqi ham insongarchilikni yanchib o'tib ketib gapirsam, men chiqdim aloqaga. Adminini yig'ishtir, menga o'zini chaqirdi. Sen admin qilmagan u ishni. Men urush narsa qilmayapman, prosta insongarchilik yuzasidan. Desam, Bobur Mansurov, men u bola bizdan kichkina bola ekan. Men uni jo'sasini ko'rib, kamida bir odam tengi odam bo'lishi kerak deb o'ylagan ekanman boshida. Oke, sizlarga reklama, prosmotr, reyting bo'lyapti menga qarab. Aytaman, oke, menga bunaqa reyting kerak emas. Menga siz hozir meni butun bir loyihamni deyapman. Yetoshda meni deyapman. Men ikkita tayyorlangan reperlarni qolaversa butun o'zbek rep anaqasini behurmatsizlik qilib, mehnatini faktiski nol qilib qo'yapsiz. Tushunarli. Siz reper sifatida qanaqa munosabat bildirasiz? Bu Vaynerlarga yoki prikol qilib chiqqanlarga. Yoki face to face battle o'ziga ketsak ham bo'ladi. Face to face battle'ga o'zi birinchi o'sha Shuhrat degan o'zi ham aytdi. Anaqasi texnik taraflama minuslarimiz ko'p. O'sha petlichka, ovoz, o'sha echo sifati, ovoz sifati. Keyin reperlardagi o'sha tayyorgarlik ham ozgina sustroq bu narsa ham. Endi kamchilik ish bor joyda bar kamchilik bo'ladi. Keyin yana nima desak bo'ladi? Endi auditoriyaga ko'proq ko'rsatish kerak, что mana shu yerda shunaqa battle bo'lyapti, kelinglar deb shunaqa takliflar ko'proq ko'rsatilsa, odamlar yana ham ko'proq yig'iladi va shunga yarasha anaqa ham mehnat ham mas'uliyatni shu darajada his qilinadiki, ko'proq nima deydi, ishlanadi shu battle ustida. Vaynerlarga keladigan bo'lsak, shu Shuhrat degan o'zi aytdi, ularda endi kasb shu. Kimnidir ustidan kulib, kimnidir kuldirishga harakat qiladi, endi nima deysiz? Shaxsiyatga o'tmagan holda tabiiy qabul qilsa bo'ladi buni. Yo'q, endi shaxsiyatga o'tmagan holda qanaqa? Masalan, men ham jahlim chiqadi, reperlarni mana shunaqa prikol qilsa, boshqa qilsa, hammani insofini o'ziga bersin. Shunaqa deyman. Yo'q, ba'zan haqiqatdan prosmotrlarga jiddiy ta'sir qiladi. Mana Iskandar Makedonskiy degan o'zani blogerimiz bor. Biz uni kelishilgan holda, men vaholanki boshida qarshi bo'lganman. Qarang, texnik imkoniyat degan tushuncha borda, har bitta bu mana Rossiyani qarab, xuddi O'zbekiston Oliy ligasini Angliya Premyer ligasi bilan solishtirgan bilan baravar narsada. Nimaga Rossiyani qaragin, mana 18 ta kamera ishlaydi. Kechirib qo'yasizlar, ular 1 million rubl tikar ekan. Men ma'lumotlarni o'qing. 1 million rubl u dollardan necha ming bo'lib ketadi u hozirgi kunda hisoblaganda ham dash. Razumeytsa, uni adin ekspertlar boshqalar homiylar, meni homiyim yo'q, men chista o'zim oyligimdan ro'zg'orim bor. Yaxshi ko'rganligingiz. Bo'ladi, yashang. Aniqrog'i, mana shu narsaga bu gap Shaka ham intervyuda aytib o'tgan. Chista xolis anaqa qiladi. Men na festivallar, na rap battle'lardan hech qaysidan hech qanaqa gonorar u
reperlarga berilgan pulni bo'lib ketar ekan. To'g'ri, YouTube'da u paytda monetizatsiya bor edi, tan olaman, 22-yil o'chdi adashmasam. Men to'g'risini aytishim kerak, bir $1800 tushgan. Bu YouTube bergan, ya'ni men hech qanaqa qilayotgan mehnatingizni qadrlagan degan bo'ladi. Ishlagan joyim hozir men yolg'on gapirmoqchi emasman. Keyin homiylar chiqqan. Homiylar bular +18 degan napitik bor, energetik, qizil, oq. Yana qanaqadir bir sportivniy nima bo'lgan. Ular aytganki, talab qo'ygan, ya'ni har hafta chiqadigan reper shartnoma tuzadi, kontrakt. Bu уже professional уровень taklif qilishyapti. Men aytdim, bizani bolalar unaqa narsalarni tushunmaydi. Ular aytadiki, o'sha tekstlarni dotda yozadi, yuristlar ko'rib chiqadi. Ya'ni shartnoma talablari buzilsa, biza sanksionni ishtirok oladi. Rap birinchidan freestyle, to'g'ri. Bu narsani to'g'ri aytosizlar dedim. Lekin biza hali bu o'zi industriyani, sohani rivojlantirganimizda yo'qmi? Hozir bittasi freestylda men o'zim reper sifatida bilaman, aytaveradi nimadir, to'g'ri bu jonli efir emas. Yo'q, ya'ni tekstlar o'sha siyosatga aralashmasligi, ya'ni diniy targ'ibotlar bo'lmasligi yoki aytaylik qanaqadir bir davlat bir yuqori anaqa amaldorlari haqida aralashmasa kerak deb o'ylayman biz reperlar. Chunki diniy masala bo'yicha gapirishga ham va siyosat haqida gapirishga ham ancha bilim kerakda. Masalan, men o'zim din haqida, siyosat haqida omman oldida gapirishga to'g'risi o'zim bilimim yetarli emas, lekin o'zimga yarasha tushunchalarim bor. Uni masalan Uski Crewda o'zimiz gaplashishimiz mumkin. Lekin kamera oldida gapirish. Chunki targ'ibam bo'lib qolish mumkin-da, noto'g'ri taraf. Men noto'g'ri gapiryapti degan fikrdan yiroqman. Bu juda to'g'ri taklif, faqat muammo shundaki, bizani reperlar hali bu darajaga yetib, men o'zim hali yaxshi tushunmayman. U xorijda mana misol Oksimiron bilan aytaylik Slava KPS ming nima qilgan bilan uni yuristlari ko'rishadi. Nimadan oldin shartnomalar tuziladi. U darajaga hali bizda chiqmadi, to'g'risi. Men juda ham qo'llaydim. Shu homiylar aytayotgan. O'sha sabab men o'zi ketsa dedim, bir $100 ketadi, gap ochiq. Kamera montajchilar o'zimizning bolalarni, professional emas, perihodlarni ham unaqa divanli kritiklar bor. Men noto'g'ri aytmayapti demayapman. To'g'ri ham, noto'g'ri joyi ham. Men gapim to'g'ri lekin. Qurbonalida, brat. Lekin men unda tanqid qilgan paytimda lekin shaxsiyatga tegmagan, to'g'risi. Chista ish bo'yicha, ish bo'yicha gaplashganmiz. Shunda tushunishim bo'yicha bu loyiha sizga YouTube'dan tashqari hech qanaqa pribel olib kelmagan. Yo'q, faqat sog'lig'imga jiddiy zarar yetgan. Chunki hate tonnalab keladi. Rap deganda, o'zi vobsheta ijod deganda ko'pchilikning ko'zining oldida show biznes keladi va tabiiyki bundan foyda oladi deb o'ylaydi ko'pchilik. Rap siz uchun nima shunda? U hobbimi yoki biznesmi? Qanaqa qaraysiz rapga? Dior Production studiyasida rap menga hobbi emas degan shularni yozganman 2012midi, Allohu alam. O'sha ashulada men o'sha payt aytganman, rap menga hobbi emas. Birinchidan rapdan dohod yo'q. Kim agar bor, mana ma'lum miqdorda, u stabil dohod emas. Sizlar misol uchun massani ko'rib, mana rapdan massan tirikchiligi boshqa joyda. Uni men ichkaridan bilaman. Endi misol mana massada bor-ku, Shohruxda bor desanglar, Shohrux akani tirikchiligi boshqa joydan. To'g'ri, $1000, $2000 chiqadilar xizmatga. Lekin u men Hamdan Sobirov, Jaloliddin Ahmadaliyevga o'xshab stabil dohod emas-da. Bir oyda ikkita tadbir chiqishi mumkin. Bir oyda maksimum sentyabrda mana sezon, mustaqillik, studentlar yoki mayda bitiruvchi kuni, birinchi iyun bolalar bayrami, bu yillik anaqani yig'ib kelsangiz, kreditga uy olgandirsiz, mashina olgandirsiz, bolangiz maktabga nimadir bo'layotgandir yoki уже katta bo'lgansa kontrakti bordir, siz yetkiza olmaysiz rapdan. O'sha uchun Shohrux aka deputat, maslani tadbirkorlik ishlari bor. Men haligacha ishonmayman. Mana Telegramdan platniy gruppalar ochilibdi-yu, 53 million ishlabdi bittasi deydi. Men u gapga ishonmayman, to'g'risi. Agar haqiqatan 53 million so'm ishlash iloji bo'lganda, bizani reperlar har hafta bitta albom chiqaradi. Yo'q, u platniy kanal menda ham bor, u o'zi o'sha ijodga ketadigan pulni o'zini o'zi qoplaydi. O'zingiz auditoriyangiz donat qiladi demoqchisiz. Ha, shunday. Masalan, chiqib turib menga donat qilib beringlar deb turib karta qoldirishga sal qilganman, andisha qilganman, shunga platniy kanal ochganman. To'g'ri, bu ijodni sotish bu yomon narsa emas. Yo'q, men daromad yo'q demoqchiman. Yo'q, lekin agar biz qachon rivojlanamiz, bu narsa ham bor. Agar o'sha reperlar haqiqatan shu daromad zo'r olib tursa, endi zo'r bo'lmasa ham qancha olib tursa, o'shanda to'xta, menda shunaqa daromad bo'lyapti, shu bosaman. Mas'uliyat yanada kuchayadi, motivatsiya ham bo'ladi. Keyin muxlislarning talabini o'shanga qarab
bajarsa bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, hech qanaqa donat qilmasdan, hech qanaqa sponsorsiz mehnat qilib kelayotgan o'sha reperlarni, ijodkorlarni qayerdadir qoralab, qayerdadir yomonlab, bu yaxshi emas deb o'ylayman men. O'zimning fikrim bu. O'sha 20 yoshlik paytimda aytishardi, katta bo'lsang, uylansang, repdan ketasan, yo'q. Уже uylanib, уже bolalar maktabga chiqishyapti. Men gap ochig'i 15 yil oldin qanaqa euforiya. Men o'zim haqimda gapiryapman, balki boshqa reperlar unaqa emasdi. O'sha olov hali ham turibdi, bro. Rep nima siz uchun shunda? Hayot men uchun rep. Hayot manbai, lifestyle. Eminem Bahraynda konsert berdi, o'zingizlar tushgan bo'lsa. 52 yoshli Eminemni tashqi ko'rinishidan tortib, uni formasigacha, ya'ni jismoniy holati, jonli ijroda o'sha rep gatni qanaqa tezlikda aytib berayotgani, 60 yoshli Dr. Dre ani Pepsi'ni nimasida chiqib, NFLmi finalida Snoop Dogg'lar men demoqchi emasman, 60 yoshda ham aytish kerak ekan deb. Yosh bu raqam. Bu prosta raqam bu. Bizda bunaqa qilishadi. 30 yoshgacha bo'lsangiz, sen yoshsan, senga kim qo'yibdi deyshadi. 30 dan o'tganingizdan keyin yoshingga yarasha ish qilsang bo'ladi. Agar yoshing katta bo'lib turib rep aytsang, yoshini qaraganda qilayotgan ishini qara deydi. Yosh bo'lib turib face to face battle'larda harakat qilsang, bugunga kim qo'yibdi rep aytishni nima qilish kerak unda? Ya'ni ko'nmaydi bizda. Ko'nishmaydi bizda. Stereotiplar bor bizda. Sanjay mana, Sanjay aka 40 dan oshgan. Reper emas u? Reper, официальный reper Sanjay. Da? Endi show biznes qilyaptilar, Sanjay aka reper. Jahongir Otajonov 50 ga kiryapti u odam. Happy birthday to you. Yoshga qo'pol qilib aytganda qo'yib qo'ygan inson. Bizning jamiyatda masalan hamma show biznesi o'zini yashab turgan jamiyatiga ta'sir bo'ladi. Xuddi vokal yo'nalishida aytsan, xuddi rep aytsan. Bizning O'zbekistonda imенно repning ta'siri qanaqa odamlarga? Nima deb o'ylaysizlar? Hozir shurdagi xullas bizda endi mana ko'z temasi oxirgi 5 yillik ichida aktuallashdi rep yo'nalishi, tinglovchilar ham shunga yarasha o'sib boryapti. O'zi har bitta jamiyatda repning ta'siri bo'lgan. Har bitta rep jamiyatda rep o'zini so'zini ayta olgan. Xudo xolasa biz ham shu narsaga harakat qilyapmiz. Har bitta reper O'zbekistonda ijod qilayotgan har bitta reper shunga harakat qilyapti. Qo'ldan kelgancha kimdir bundayroq, kimdir bundayroq. Lekin xudo xolasa yaxshi bo'ladi inshaalloh. Chunki biz o'sha faqat mavzusi yo'q, so'zini ham bir tayini yo'q treklardan ko'ra qanaqadir mavzular aytadigan bo'lsak, bu masalan men o'zim bitta narsani misol qilib keltiraman, buni nokamtarlikka yo'ymasangiz agar. Bironta mavzu kelsa, o'sha mavzuda yozmagunimcha tinchmayman-da. Shunaqa narsa bo'lgan. Ibrohimbek Qo'rboshi haqida trek yozganman. Ana Sharq Napoleon. Sharq Napoleon. U odam bilan men o'sha tarixini o'qib shunaqa odam borligini bilganimdan keyin tinchlik bermagan, ichimdan nimadir yozish kerak. Keyin bu narsani ichimda o'yladimki, prosmotr yemaydi, u aniq, lekin хотя бы masalan 10 ta odam eshitsa ham unga manfaatli bo'ladi. Masalan, tarixda bizda u qahramonlarimiz unaqa ochib berilmagan. Yo'q, ma'lumot kam. Menga juda ko'pchilik aytdi. Men bu odamni tanimasdim. Sana trekingdan keyin mana shunaqa odam borligini bildim. Sekin qarab ko'rdim, haqiqatan zo'r qahramon bo'lgan ekan deydi. Meni aytayapti. Masalan, shunaqa narsalar ko'p uchrab turadi-da. Mana shunaqa mavzular yozish kerak. Masalan, Marveldan qidirish kerak emas-da, qahramonlarimiz o'zimizdan bo'lyapti-da. To'g'ri. Rep plastilin, repni bitta xafa bo'lgan joyi mana vokalni aytishga hammani qurbi yetmaydi, imkoniy darajasi. Xuddi shunaqa rockda, jazda. Afsuski rep hamma ayta oladi. Bu jinoyat ko'chasiga kirib ketgan, qalanqasanqalar ham mana haligacha o'sha tozalanmagan o'z repdan o'sha narsalar. Afsuski o'shalar xuddi mana bu terrorchilar dinni niqob qo'ygan kabi repni niqob qo'yganda shu orqali o'zini jirkanchlarini ommaga qarab olib chiqishni boshlaydi. To'g'ri, o'zrepda beef degan narsa bor. O'zrepda dedim men, umuman rep yo'nalishida. Lekin bu narsani shaxsiy anaqasiga moslab olib, o'zini lichniy bir nomaqbul ishlariga ishlatishi meni har doim xafa qilgan. Yo'q, lekin repda chiqib kelish ham shuda. Shunaqa konfliktlar orqali kelgan. Nimaga mana basdani men hech qayerda eshitmaganman. Yo'q, endi basda uje yo'q, basda uje keyingi anaqada, keyingi mana o'z aslida qarasangiz qora tanliklardan kelgan hammasi bandit, hammasi narkosh bo'lganda, masalan reperlar. Bu narsa masalan men o'z battle'ga qiziqmayman.
uzr gapingizni oldim. Freestylga ham unaqa to'g'risi men tarafdor emasman. Undan ko'ra kallamni bitta joyga qo'yib yozgan yaxshi tekst. Lekin u narsani inkor qila olmayman, chunki haqqim yo'q. Chunki rep bilan birga tug'ilganda freestyle ham, battle hamda mana shunaqa narkota tema yoki bo'lmasa fohishabozlikni qanaqadir yoki tanqid qiladi yoki men shu anaqada yuribman, sferada yuribman degan narsalarni olib chiqishim bu tabiiyda, chunki oldingi reperlar aytadi bizda ota bobolarimiz qilgan deydi. Endi men bular ota bobo demoqchi emasman. Repni tashkillashtirgan odamlar o'zi shu yo'l bilan tashkillashtirganda, chunki qaysidir ma'noda ko'cha hayot boshqa u romantizatsiya bo'lib ketadi har bitta avlodda. Masalan, bizdan oldingilar ham 90-yillar romantizatsiya, kapitanish, shaytanat, paytana mana shunaqa bo'lgan. Ularga bari jozibali tuyulaveradi shu narsalar. Repni masalan o'zini yozilmagan qonunlari bor. Har bitta shaxs shu narsadan kelib chiqadi-da. Masalan, hozir bitta repni qo'yib bersangiz, menga yoqmasligi mumkin. Lekin u uchun rep shunaqa-da. Masalan, noto'g'ri ish qilyapsan, deya olmayman-da uni. Men ko'p replarni eshitmayman O'zbekistonda, o'zbek repda. Eshitib o'tiraman-da, bilayin deyman-da, qo'y deyman-da, eshitmayman. Lekin u narsani tanqid qilishga haqqim yo'q, chunki u ham ijod qilyapti-da. U ham harakat qilyapti, boshqa qilyapti. Siz gapingizga men qo'shilmayman demoqchi emasman. Qisman qo'shilaman. Chunki men o'zim ham shu 18+ temalarda ozgina ijod qilganman-da. Bu narsa bizda targ'ibga emas, oyna tutish. Men uchun rep boya Shuhrat akadan keyin savol aylanib ketib qoldilar. Sen uchun rep nima dedingiz-ku? Kim uchundir hobbi? Men uchun minbar. Ichimda nimadir bo'ladi. Hobbi emas-da bu narsa, bilmayman, просто minbar. Что nimadir bor ichimda, aytmoqchiman, so'zim bor, просто chiqaman, gapiraman bo'ldi. Lekin shu yosh avlodga oyna ko'rsatmoqchi bo'lamiz ijodimiz bilan deyapsiz. Bu bilan ularni targ'ib qilganlikka qarab o'tib ketib qolinmasmikan? To'g'ri, bu narsa bu tarafi ham bor. Ozgina qarang. Men o'sha 18+, ya'ni qaysidir qiz bilan yotganman, mana shunaqa tema bo'ladida, men treklarimda, konsovkada yomon taraf ko'rsatiladi. Обязательно. Oqibati. Men Instagramda ko'zingiz tushgan bo'lsa, narkosh degan 1 minutlik rolik qilganman. U spetsial faqat Instagram uchun yozilgan studiyada, u Instagram uchun rolik olingan. Og'aynilarimiz bilan o'zimiz ijodiy jamoamizni olganmiz. Erta ham ko'rsatiladi. Juda sahnalarini qirqqanmiz edi. Juda откровенный sahnalar bor edi. Uni qirqib, sal hamma ko'rish mumkin bo'lgan, dostupna joyga olib kelganmiz-da. Keyin o'sha yerda aytilyapti-da, 30 ga bormaganman, shu lekin tanam qari boryapti. Mana shu narsalarni yomon taraflari gapirilgan dedi-da. Prosta men shunaqaman deb gapirilgan. Ichma, chekma, unaqima desangiz, masalan men motivator emasman. Ta'sir ham qilmaydi, odamga yoqmaydi. Undan ko'ra prosta men shunaqa qilib yuribman deb turib, o'sha o'zimni obrazimda mana shunaqa tipa men tuga boryapman deb turib ko'rsatsam, odamlarga ha deyishi mumkin-da, ko'proq ta'siri bo'ladi. Lekin ichma, chekma, unaqa qilma, sen turishing kerak, tur o'rningdan harakat qil deyish men ishim emas. Motivatorlar bo'lishi mumkin. Ular uni ishi. Yo'q, uni uchun men radiusni nima uchun haligacha eslaymiz, mana misol bratli temalari bor-da. Yo'q, masalan, o'sha targ'ib, mana o'zimizcha past ketamiz. Yana bitta olib qo'yib, bo'ldi. So'kmasangiz bo'ldi. Yo'q, deyman. Targ'ib masalasiga kelganda, xo'p, yomon taraflarini ko'rsatishga majburmiz. Masalan, tushuntirib berishlik uchun. Tushuntirib berish uchun. Masalan, o'zimiz ham masalan opa emasmiz, farishta emasmiz. Nimadir yomon ish qilganmizki, o'sha yomon ishni bilamiz, что hozir o'sha yomonligini-da, shu probadan o'tgan. Biz shu narsani prosta ko'rsatib beramiz. Mana shunaqa yomon narsa, fohisha, tuda kasal orttirasan, boshqa qilasan, biz muzika qilib turib, chiroyli qilib shuni aniq qilamiz. Endi bu narsadan aytadi-yu, nima qidirsang shunaqa topasan shulardan. Targ'ib qidirsa, baribir targ'ib topadi. Odamlar tanqid qilish emas, boshqa emas, prosta sal og'riqli tema bu. Muzika yozaman, boshqa qilaman. Bitta trekim chiqdi yaqinda, o'sha sevishimni ayta olmadim degan trek chiqardim-da. Yerda juda zo'r strochkalar bor-da, juda zo'r keltirilgan so'zlar bor. U qarab ko'zimga savollar bersa agar, ko'zim qorachig'iga ajdarlar purkar olov degan joy bor-da. Bu uje adabiyot-da bu. Bu anaqa qilish emas, o'zimni katta olish emas, boshqa emas. Bu narsani hamma ham eplashi mumkin agar harakat qilsa. Da. Shu narsani prosta odamlar tirs o'tkazib qo'yadi. Agar men o'sha kimdir shu so'z kimdadir eshitganman, qaytadan eshitdim. Kommentga yozardim. IQ darajasi. Shu tekstlaringizda, treklaringizda oldin ham eshitganman, chiroyligim, gulim.
Mayus taronam degan treklaringizni eshitganman, shu ko'pchilik eshitgan. Va treklaringizda qanaqadir agressivlik ko'raman. Har bitta trekingizda agressivlik bor yo'q emas. Bu nimani ta'siri? Bu qanaqadir hayotiy travmalar ta'sirimi yoki ko'p kitob o'qiganlikmi? Yo'q, hayotiy travmam yo'q. Ana, detskiy travma deyapsiz-da, to'g'rimi? Yo'q. Yoshlikda. Yo'q, hayotiy umuman Hayot mana shunaqa tushundim. Chunki men hali yoshman-da. Shu detskiy travma desa bo'ladi, chunki men 50 yoshda hayotiy travma bo'lsa bo'ladi. Yo'q, Chunki hali masalan yoshman. hayotiy travma deganda nimani nazarda tutdim? Yaxshi ko'rgan qizingiz kimgadir erga tegib ketib qolganmi yoki tashlab ketib qolganmi Jarohat bu, to'g'ri aytibdilar. Yo'q, bu narsa Shunaqa bo'lgan. ma'noda. Jiddiy jarohat. Yo'q, jan. Masalan, menda bo'lgan, o'sha mavsumiy bo'lganda, masalan, yaxshi ko'rgan kim bilandir gaplashganman, u erga tekkan. Hozir bu narsalar menga taniq emas-da. Yomon narsa emas. Unutganman, unutgan bo'lsa kerak, men farqi yo'q menga. Yo'q, bu narsa ko'proq o'sha kitob o'qigandan bo'lishi mumkin. Men bitta Daler degan akam bor, rus zobon bola. Muzikalarini eshitib o'tirib, u konkretniy repni zo'r tushunadi. Men tushunmayman anaqa. U konkretniy rep tushunadi. O'zbek reperlar mana zvizdalar qo'yib berasiz, deyishdi. O'chir deydi. Sразу o'chir yo'qot uni deydi. Dushi men anaqa qilmayapman. O'chir yo'qot deydi. U konkretniy o'sha 24-asrda yashaydi, muzika bo'yicha. Men bilan nima eshityapsiz deyman-da. U hali biz yuzlashsa keyin eshitishimiz mumkin. U aytayapti, muzikalarimni eshitib, ovozing yaxshi, takoy muzikaga yondashuvlaring yaxshi deyapti. Просто faqat sevgi qilma deyapti-da. Shu hayotiy narsa ham yozgan deyapti-da. Keyin o'yladim, to'g'ri lekin dedim. Haqiqatan o'zi o'sha 18, 19, 20, 21 yoshimizda sevilib yuradigan paytdamiz. O'sha paytda endi men ko'proq sevgi haqida chiqarib o'rganman haqiqatan. Yaqin paytlarda lekin faqat sevgi emas, o'sha o'zimiz yoshimizga moslashyapmiz bu narsaga. Lekin bu travma emas, shu ko'proq kitob o'qiganman, rosa aylantirdim gapda. Shu kitob mavzusi ochilganiga men o'sha yaqinda oxirgi o'qigan kitobim nima olib kelib qo'ydim. Atom odatlar degan kitob o'qidim. Va bunda nimani topsa bo'ladi? Atom odatlar kitobida endi men o'zimga hamma bitta kitob o'qigani bilan 10 ta odam bitta kitob o'qisa 10 xil taassurot egallaydi-da u kitob odam miyasida. Va bu kitob mazmunini men shunaqa tushundimki, bizlar uchun yaxshi ko'ringan odatlar, kunlik har kuni qilib yurgan ishlarimiz aslida yomon bo'lishi mumkin. Bizning nazdimizda yomon ko'ringan narsalar aslida bizning rivojlanishimizga, sog'ligimizga, fikrlashimizga yaxshi ta'sir o'tkazishi mumkin. Shu uchun o'sha podkastimiz mobaynida o'sha boshida aytib o'tdim. Kitob o'qishlikka targ'iblik deganda bu Romeo Juliettani o'qinglar yoki o'qimagandan ko'ra o'qigan yaxshi, lekin shunaqa kitoblar bor. Men kitob haqida juda ham tor fikrlagan bo'lgan ekanman. Endi bu o'sha maktabdan qolib ketgan o'sha jarohatlar ta'sirimi, masalan, majburlikdan qilinardi-da. U maktab paytida dars qilinsa ham, kitob o'qilsa ham, chunki men ertaga borib 2 olmay, ertaga borib men hammani oldida uyalib qolmaydi. Majburlikdan o'qilgan bo'lsa, endi o'zimni xohishim bilan olib o'qiganimdan keyin o'sha umuman boshqacha ta'sirotlar, o'sha umuman boshqacha narsalar olishni o'rgandim. Shu uchun nima demoqchiman? Sizlar ham o'zingizlarni auditoriyalarga ega repersizlar, o'zingizlarni auditoriyalar bor. Sizlarga ergashadigan qancha yoshlar bor. O'shalarga ham shu kitob o'qishlikni tavsiya qilasizmi va nima uchun tavsiya qilasiz? Shu haqida tushuntirib o'tsanglar. Rap evolyutsiya degan My5 kanalida bir kechirasizlar, bir tinga qilgan dastur bo'ldi. Bizlarni o'zbek rapini rivojlantirmoqchimiz, sizlarga yordam beramiz deb. Men hamma gaplarimni men haqiqiy muammolarni ko'targanman. O'sha yerda Qurbonali, ya'ni Doksim birinchi bo'lib chiqdi-da. Endi ekspertlar o'tiribdi, ekspert deyishga qo'sh tirnoqchida ekspertlar. Reper mukammal bo'lish uchun endi taxminan islomman nima bo'lish kerak degan savol berilyapti. Endi orqada biz turibmiz, reperlar hammamiz turibmiz. Biz ham Qurbonali aytibdiki, kitob o'qish kerak dedi. Albatta. Desa, mamtagi hamma reper kulyapti orqada. Men bundoq qaradimda, bu вообще tochkasiga urib etdi dedi. Men anaqa bor-ku dedim. 8-7 ga tegmab, 0 ga borib dedi buni gap hozir. O'sha yerda chiqib, men ot esimda yo'q, hastasida YouTube'da ko'rib, men kitob qiziqmayman, men kitob o'qimayman deyapti. Mana sizga sababi, bu birinchi masala, men 2 ta kitob o'qiganman. Birinchisi badiiy asarlar, ikkinchisi hayot kitobi. Hayot kitobini hayot menga o'zi o'qitgan, majburlab o'qitgan. Bu o'sha siz aytdingiz, travmalar bormi deb. Qurbonlarni bilmadim, menda juda ko'p bo'lgan unaqa travma. Men 5 yoshimda ota-onam ajrashib ketishgan. Men o'sha 2-sinf paytim, panatgan 30 yashar odamniki edi. Shu anaqa bo'lgan. Men
yo'qchilikni ko'rganman, xiyonatni ko'rganman, do'stlar xiyonatini, yaqinlarning xiyonatini. Qolaversa, men bu endi o'zbek rapidagi oka tobutingizni ko'taraman degan bolalar, mana yaqinda mana o'zi xabaringlar bor, nimaga shama qotganim. Pul uchun, подписчик uchun просто o'sha tarafga qarab, ya'ni virtual narsaga, ya'ni yo'q narsaga yon bosib. O'sha uchun kitob deganda men ko'proq kriminal kitob o'qiganman. Keyinchalik 20 yo'q, shaytanat, nima fransuzcha anaqa raskritipiterskiy 25 yoshdan keyin gap ochig'i ko'proq men Shayx Muhammad Sodiq kitoblarini tarbiyaviy, endi diniy demoqchi emasman. U yerda ma'naviyat, u yerda tarbiya bor, boshqa bor. Ruhiy tarbiya. Da, ruhiy tarbiya, tochkasi ko'rdingiz. Shunaqa kitoblar o'qiganman, uni lekin targ'ibot qilmaganman. Birinchidan avval bu haqda bemalol gapirishlik uchun avval mukammal o'rganib olish. Ikkinchidan, yomon fikrlardan ta'sir mexanizmi bor-ku mana. Odam qo'rqadi-da, chunki bir xil detoshlar qilib qo'yamiz, boya doks aytgandek, to'ppa-to'g'ri. Men ikkita o'sha +18 temani ko'tardi. Men bir kun jumaga chiqolmadi, juma muborak edi, stories qo'ysam, assalomu alaykum degan klipimni o'sha storiesimga menga bittasi tashaverdi. Hech qanaqa salom, hali hech narsa degani yo'q. Endi bu ham juma muborakmi demoqchi-da. U bola to'g'ri aytdi. Men hate deb, negativ deb qabul qilmadim. Men keyin unga aytdim, telefoningni tashla desam, o'ylabdiki, men tipani ishgal. Yo'q, men sen bilan chista badiiy mazmunda suhbat qurmoqchiman. Zo'r gap aytding dedim. Savoling bordir dedim. Mana shu narsani men o'zim oqlamoqchi emasman. Aytishga mana 50 Cent bunaqa qildi, Timothy ham bunaqa qildi, rapper bo'lgan, tatuirovka bo'lish kerak, qizlar. Shu qattandir shu narsa menga oxiri ta'sir qilibdi-da, bosorimman-da shu narsani. Haligacha mana. Men yo'q, ya'ni klipni bosorimman, boshroqli qizlarni emas. Hamma xil har xil shuni. Ограничение qo'yganman, bir ochaman, bir yopaman, yana mana ochib qo'yavering. Rozada bloklab qo'ydim, hozir keyin yana ochdim. Keyingi yil rozada yana bloklab qo'yasiz. Yo'q, men uni gapirmoqchi. Men rozada ko'rmaylar deb yozib. Yo'q, nima uchun udalit qilyapman? Chunki mualliflik huquqi. Men chunki men uni o'zimdan udalit qilib kimdir yuklab olsa, u ketdi, u o'chmaydi u narsa. Kitob haqida qanaqa siz targ'ib qilasiz yoshlarni? Kitob o'qish kerak. Kitob zo'r narsa. Boya Shuhrat aka aytdi-yu. Kitob o'qishdan ba'zi bir odamlar stereotip, nima deydi, uyaladi bu narsadan. Hali men kitob o'qimayman, yo'q, kitob o'qish kerak. Men masalan krutoy bo'lib yo aqlli bo'lib ko'rinish uchun emas, maza qilish uchun o'qiyman kitobni. Hamma shu narsa uchun o'qish kerak. Masalan, mening ijodimga juda katta yordam beradi bu narsa. Shunga men maslahat beraman, maza qilasizlar. Masalan, o'zingni problemalaringni sal chetga chiqasanda, men 2 eshik orasi degan kitob bor. O'tkir Hoshimov yozgan. Juda men aka ishoning 5 marta o'qiganman. Ha, 5 marta. 4,5 marta o'qiganman. Oxirgisi o'qimadim, hammasida yig'laganman. Abdush, men o'sha qahramonlar bilan birga bo'lganman. Qahramonlar sevishsa, mana bu qizchasi bilan sevishganman. Urushga ketganman. Mana shunaqa bu mazza bu kitob. Odamlar aytadi, men o'qimayman, boshim og'rib qoladi. Xo'p, bir varoqdan boshla. Bugun bir varoq o'qidi, bo'lib qo'y, boshing og'risa qo'yib qo'yda. Ertaga yana bir varoq o'qi, 3-chi kun sen уже 2 varoq, 3 varoq sekin o'qirasan. Men ham birinchi o'qiganimda, men erta kitobdan boshlaganman. Detskiy o'zim jiyanlarim kitob bo'lardi, uyda qolib ketgan ekan. Olganman-da, o'sha Detskiy erta kitob o'qiganman-da. Shu boshim og'rimasin, shu erta katta kitobga o'tganda. Shunaqa kitoblar bor. Dostoyevskiy deydi, boshqa deydi. Men u kitoblarni o'qimaganman. O'tgan kunlar hali o'qimaganman. Chunki men hali u narsani tushunishga aqlim yetmaydi. Bir xil, men o'tgan kunlar o'qiganman, juda bu. Anaqa uchun, птичка uchun, uncha katta olimlar tushunmaydi, uncha joy. U juda mukammal asar. Uni o'qish uchun hali biz aqlim. Men bir niyat qilganman, Alloh umr bersa 40 yoshdan keyin o'qiyman. Hali menga emas. U shaxsiy o'zim haqimda gap. Men taku hali o'zim sal oddiyroq adabiyotlar o'qib boshqa. Lekin mana gapingiz olyapman. Shaytanatni 5 kitobini o'qiganman. Prям mazza qilganman. Kinosini ko'rganman. Kinosi o'sha yoqmagan. Serial, lekin serial hozirgi mana seriallar bilan solishtirganda u вообще zo'r, lekin kitobi bilan solishtirsangiz 95% allaqani bosib qo'yadi. Xuddi periodlarda farq qilinganidek, kitoblarda ham kino bilan kitoblar farq. Rahmanli Tohir Malik muallifi, kitob muallifi. O'zbek Mario Pyuzosi deydi. Intervyu bergan. Shaytanatni Yodgor Sa'diyev qahramonga aylantirib qo'ydilar. Romantizatsiya bo'lib ketgan. Aslida
aslida bunaqa insonlarni, Asadbekdaqa insonlarni jamiyatda yashashga haqqi yo'q degan ma'noda men bu kitobni yozgandim. Uni Ichki ishlar vazirligi o'zi serialni nima uchun homiylashtirgan? Shunaqa ma'lumot bor endi menda, siyosat bo'lib ketmayotgan bo'lsa. Что mana jinoyat ko'chasiga kirmasin hech kim. Anaqa ishlar bo'ladi degan ma'noda bir maqsad qilishganda, lekin xalq mehr qo'ygan. Antagonistga. Da, Yodgor Sa'diyev endi o'zlari ham aka endi ustoz san'atkor, legenda gap bo'lishi mumkin emas. O'zlari ham mehr qo'yib, baribir qahramonga aylantirdilar deb maqsadlar. Lekin serialda ana Asadbekni qaraydi-yu, voh, qarashini o'zida. U paytda men po'latlar yo'q. Prosta qaraydi, sizga ta'sir ko'rsata oladi-da, shu qarashini o'zida-da. Yonida bo'lsang, mana shu mazang qochiradi, birat. Men kitob haqida shunaqa tushunchaga ega bo'ldimki, mana shu atom odatlari o'qiganimdan keyin tanani rivojlantirish uchun sport bilan shug'ullanish kerak, to'g'rimi? Masalan, boksmi, kurashmi yoki trenajyor zalga boribmi? Miyani rivojlantirishni kachetsga olib borib bo'lmaydi miyani. Boksga boribki, men dam olib turaman deb bo'lmaydi. Demak, shuni tushundimki, miyani rivojlantirish uchun miyani trenirovkasi bu kitob. Kitobsiz menimcha o'qiganda ham aka tushunib, masalan, men o'qisam, sal chalg'ib qolsam, qaytadan o'qiyman yana, erinmasdan. Oxirgi marta o'qigan kitobim qaysi dedingiz? Men akaman, oxirgi marta If qalasining mahbusini o'qigan. Men yaqinda bitta yaqin ukamiz tavsiyasi bilan bitta Osvensimdagi tatuirovkachi degan asarni o'qidim. Yozuvchisi esimda yo'q. U haqiqiy bo'lgan narsa. O'sha yerdagi Yahudiy millatiga mansub odam o'sha yerda o'z juft halolini o'sha yerda topadi. Konslagerda, o'sha o'lim lagerida eng vahshiy konslager bo'lgan o'sha Gitler natsistlardan keladi. O'qidimda, va ta'sirida yuribman-da. Men aytaman, odamlar mana masalan, kimdir 50 yil umr ko'radi, kimdir 60 yil, kimdir 70 yil boradi. Agar kitob o'qimasdan yashab o'lib ketish bu jalka-yu deyman. Mana shu asarni xatsiyat o'qimasdan o'lib ketish jalka-yu deyman. Men o'qirdim deyman-da. Короче, bir yil umriga qolgan, lekin mana zo'r kitob desa o'qirdim, dushi. Mana shu gapingizga hozir gap isboti bilan bo'lsa, rahmat. Sizga tavsiya qilaman. Chunki o'sha musulmonmiz hammamiz. O'sha musulmon o'zingga yaxshi ko'rgan narsani, o'zing yaxshi ko'rgan narsani ravo ko'rgin deydi. Men shu kitobni o'zimga yoqdi. Bu kitobdan men juda ham ko'p narsalar oldim. 2 marta o'qib chiqdim. Hali buni yana qayta o'qish niyatlarim bor. Chunki ichida juda ham ko'p ma'lumotlar, juda ham ko'p shaxsiy rivojlanish, odamni miyasini rivojlantiradigan juda ham ko'p ma'lumotlar topdim. Nima uchun reperlar boshqa mavzuni deyishyapti? Bu yerda muallif Tohir anaqa qilganlar, zo'r anaqa yo'nalish berganlar. Ya'ni har xil sohalardan ozgina nima qilib ketdi, kimdir o'rtadan ko'rib qolgan bo'lishi mumkin-da. Misol time kodda. Bu yerda faqat rep haqida ketmayapti, umumiy, ma'naviy, o'sha hayotiy, qolaversa bugungi kundagi jamiyatda aktual bo'lgan mavzular ham. Endi chunki biz faqat rep bilan shug'ullanmaymiz. Biz hayotda odam boshqa sohalar bor, sport bor, ma'naviyat bor, mana har xil temalar, mana hammasi bitta-bitta ko'tarilyapti. Rep vakillari bo'lganingiz uchun siz kimni o'zingizga raqib deb ko'rasiz? Repda, hayotda yoki okadan so'rayman, okadan. Meni raqiblarim juda ham ko'p. Men uni o'zim raqib demayman, raqiblarim bilmayman nima unaqa ko'pchilik protiv ketadi menga. O'sha battle temasini boya gapirdik. Nodir aka bor, Bono guruhidagi. Yo'q, men istagan mana с кем-то хочешь побатлиться deydi-yu. O'sha kun Primorda ham gaplashdik. Shu inson bilan men battlga butun mahoratim yutqizsam ham men uchun g'alabaga teng bo'lgan anaqaga chiqardim. Legenda, endi, конечно, afsuski qaysi ma'noda aka umuman boshqa yo'ldalar, lekin reperlardan men ruchnoyimni Nodir Bono tortib turadi. Mana chiqib ketib qolaman, silishkim chiqib ketib qolaman. Vaholanki 2 yoshmi, 3 yosh farqimiz bor. Joy katta emasmiz. O'rta sal oshib ketdim ham tabii. Nechinchi yil boradi? 86-yil. Siz o'zingizga kimni raqib deysiz? Meni raqibim Men raqibim Doksim, o'zim. Chunki qolgan hech qaysi o'zbek reperlari bilan yomon aloqada emasman. Hammasi bilan pastda yaxshiman. Men o'zlari bu do'stona odamman-da. Men bilan 1-2 marta gaplashsa o'sha do'st bo'lib ketadi. Hatto men buni bilaman. Hammasi bilan chunki og'a yaxshimisiz, tinchmisiz boshlab ketaman. Lekin men o'zimga dushmanlik qilsam bo'lmaydi-da bu narsa.
Inson har bitta odam o'ziga o'zi anaqa bo'lishi kerak, raqib bo'lishi kerak. Ya'ni o'zini o'zi yengib turishi kerak. Nafs Albatta bu tarafdan. savolni berganimni ham hozir izohlab beraman. O'shanda odam o'zini o'zi yengib tursa, noma'qul ishlar sal kamroq bo'ladi. Yaxshi tarafga bo'ladi, xolos. Bu savolni berishimdan maqsad mana shu kitobda anglab yetdim. O'sha o'zimga olgan eng yaxshi taraflarimdan bittasi bu kitobda nima ma'lumotga ega bo'ldingiz deydigan bo'lsangiz, bu savolga qanaqa aloqasi bor siz? Tabiiyki hamma odamni raqibi bu o'zi ekan. Kechaga o'zidan ko'ra, ya'ni kechaga o'zingdan ko'ra bugun sen kuchliroq bo'lishing kerak ekan. Bugun sen rivojlanishing kerak ekan. Bu faqat o'zing uchun bo'lmasa ham, yaqin insonlaring uchun ham, oilang uchun ham kechaga o'zingdan bugun yaxshiroq, ertaga bugungidan yaxshiroq va kuniga mana 1% degan tushuncha bu kitobda targ'ib qilingan. Kuniga 1% dan o'zgargan, rivojlanishga harakat qilgan odam 1 yil mobaynida 37% ga, ya'ni 37,5% ga desa ham bo'ladi, oldinga qarab ketadi. 1% ga kuniga 1% gina yomon odatlarni shakllantirgan odam pastga ketar ekan. Shu uchun ham men sizlarga savol berganim, kimni raqibni bilasiz deganim, bu eng katta odamning raqibi bu o'zi ekan. Shu to'g'ri javob berdi. Doksimga endi bu ikkinchi kitobimizni sovg'a tariqasida beramiz. Eng yaxshi kommentariy qoldirgan insonga shu kitob bilan bo'lishib, shu kitobni haydab o'rtoqlarim, o'zlaring yozinglar yaxshi kommentni. Meni juda ham o'ylantirib qo'ygan bitta taronangiz bor, Mayus taronam. Ichida juda ham ko'p ma'no, juda ham ko'p chuqur odamni o'ylantirib qo'yadigan, даже endi bu menda o'zi xarakter shunaqa shakllangan, kimgadir paxta qo'yish, mana endi shu juda yaxshi biladi. Kimgadir paxta qo'yish, unaqa narsalar yo'q. Rostdan ham men o'sha ashulangizni eshitib, har eshitganimda yangi ma'lumotlar oldim. O'sha har bitta bo'shagan shishalardan keyin ko'kardi onalar ko'zi, bu yoq juda ham kuchli gaplar. Bu ahamiyat bermasligi mumkin, lekin uncha shou biznes vakillari bitta ashula, bitta klipini yetkiza olmagan narsalarni ikki qator gap bilan bu oson narsa emas deb o'ylayman. Agar iloji bo'lsa, imkon bersanglar, o'sha ozgina kuplet xirgoya qilib bersiz. Ko'rganmiz multfilm, ko'rmadik bolalikni, maktabdan olmadik ilm, ikkilar ko'p kundalikda sotib bo'la olmadik, sevgi bo'lsa-da bahosi arzon, ish qidirib ko'chada, kunlar o'tdi sarson, otalar qo'lidagi shishadan nafratlanamiz, chunki shishalar bo'shagach ko'kardi onalar ko'zi, har kecha orzularni bittalab yerga ko'mamiz, baxt degan matohni bizga qimmatlik qildi bahosi, bola bo'lib kecha olmadim, mazza qilib tuproqlar uchirmadim, osmon uzra varraklar bahor chog'ida, oromgohda uxlaganda tushlikdan keyin o'rtoqlar qopda kamazlarga yozni chilla o'chog'ida, hayotim kino desam menchi salbiy qahramon, yashash instinkti kuchli qilar vijdonim nishol, armonim ko'pdir dunyoda nima qilay onajon, beg'ubor qalbim yomonlar qilib ketdilar ishg'ol. Pripevam kerak? Albatta. O'sha yerdan turibmiz. Afeting mani mayus taronam, charchadi garmonga bo'lib mahliyo, aytay desam dilda dardlar bir olam, baxt omad bizlarga boqmaydi qiyo. Afeting mani mayus taronam, charchadi garmonga bo'lib mahliyo, aytay desam dilda dardlar bir olam, baxt omad bizlarga boqmaydi qiyo. Bitta narsaga e'tibor berishlaringizni xohlardim. Avlodni dardini mana shu trikda aytishga harakat qilganman. Unda ham otaga qarata otadan nafratlanaman desa, o'sha umuman boshqacha bo'lib ketadi-da. U to'g'ri kelmaydi, insoniylikka to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun otalar qo'lidagi shishadan nafratlanamiz deb turib, bunday o'tib ketganmiz. Chunki chiroyli burilish bo'ldi. Ha, shunaqa agar o'zimizni farzandlar agressiyasini otalarga nisbatan ko'rsatsa bo'lmaydi, u insoniylikdan chiqib ketadi. Masalan, men otamni, dadamni ichsa ham, ichmasa ham, qanaqa holatda bo'lsa ham nima ish qilishdan qat'iy nazar yaxshi ko'raman. Hech qachon yomon ko'rmaymiz-da. O'shaning uchun ham mana shu trikda gapirilgan shu narsalarda otalar qo'lidagi shishadan nafratlanamiz, chunki shishalar bo'shagach ko'kardi onalar ko'zi. Dadam onamni bitta urib ko'zini ko'kartirdi qayoqda-yu, chunki shishalar bo'shagach ko'kardi onalar ko'zi deyish qayoqda. Ota-ona mavzusiga to'xtalar ekanmiz. Bizani besabab yaxshi ko'radigan odamlar faqat ota-onamiz bo'lsa kerak. Endi oila, farzandlar, ayolimiz yaxshi ko'radi, to'g'ri. Lekin biz ular uchun nimadirlarga majburmiz, mas'uliyatimiz bo'ladi ularning oldida, ularga qilib berishimiz kelgan. O'sha kungi siz suhbatingizda men o'sha esimga keldi. Lekin ota-ona mavzusi bu hammani bir martaga yuragini boshqacha urishga majbur qiladigan mavzu. Ota-onalarni biz qanaqa besabab biz yaxshi ko'rgan bo'lsa, biz ham ota-onalarni xuddi shunaqa yaxshi ko'ramiz. Mana otam o'tib ketganlar. Onam
men tasvirlab bera olmayman gap bilan qanaqa yaxshi ko'rishim. Anavda bo'ladimi sizda ham, masalan, sizlarda ham bo'ladi. Tunda yotasizlar, qanaqadir ota haqida, ona haqida ashula eshitib qolasiz-ku. Ko'p ona haqida shunaqa bo'ladi. Endi erkak kishi deysiz, o'zini uncha-muncha o'nglab oladi, erkak kishi baribir deysiz-da, ayol kishi baribir ojiz-ku. Masalan, menda shunaqa bo'ladi-da. Muzika eshitib o'tirsam, ona haqida ashula eshitsam, tunda-da borib hamma qilgan noma'qulchiliklarim uchun onamdan uzr so'ragim kelaveradi. Nu, borgim keladi, bora olmayman, chunki uyqusini buzaman deyman. Onam shu yerda, zdarovkasi zo'r, hozir dam olyapti o'zini xonasida, men bu yerdaman. Uyqusini buzgim kelmaydi, nu, barib borib, bilayin deyman, onam shu yerda hali qadriga yetay, mana shunaqa narsa-chu. Ona nariga xonada tursa ham sog'inasan hozirda. Shunaqa narsa bo'ladimi sizlarda? Menda shunaqa narsa bo'ladi. Lekin uylanganmisiz? Inshaalloh bu yil. Uylanishingizni tezlashingizni Qachon uylanasiz? tavsiya qilaman. Mana Kelin Shurik uylangan. Bilaman. Voyaga Shu yil uylanmasa kaltiga deydi. Chunki bog'chani bitirishim kerak. nimaga aytayapman? Bu mavzuni ochishimning sababi sizni o'sha turmush o'rtog'i deganda yoningizda turadigan, sizni qo'llab-quvvatlaydigan, siz ijodkormisiz, siz ijodkor emasmisiz, yaxshi insonmisiz, yomon insonmisiz, bitta qo'llab-quvvatlab turadigan odamga erishasiz. U faqat sizni yutuqlaringizga xursand bo'ladi, kamchiliklaringizga xafa bo'ladi. Disk haqida gapiring Shuhrat aka, disk haqida men. Bo'lsa. Disk Kutib turibsiz o'sha savol berishni. Diskchi uzoq mavzu, sal vaqt olishi mumkin. Hozirgi holatda endi to'g'ri agressiya boshqa bo'ldi. Men xavotirga tushyapman. Ikkita narsa xavotirga qo'yapti meni. Men diskka qarshi bo'lgan insonman. To'g'ri, juda yaxshi eslaydilar. O'sha avjida payti ham aralashmaganman. Men sabab disk rivojlanib ketib qolmasmikin? Chunki o'shanga shama ketyapti hozir. Mana yoribdi 2013-yil qaytdi. Old school qaytdi. Boshqa bo'ldi, falon bo'ldi. Men bu narsani sababchisi bo'lib qolishdan qo'rqyapman. Avvalo, bu birinchi sabab. Ikkinchi sababi bugungi kunda o'sha mayli so'kib haqorat qilmayman, Uzbumga nisbatan menda qanaqadir xavotir paydo bo'ldi. Disk nima uchun etildi? Uzbum men haqimda juda ko'p hammalar hech kim esa butun mana auditoriya biladi. U Netflix serial bo'lib ketadi. Men haqimda qilgan razgovorlari-yu, prямой efirlari-yu hamma aytdi, nima uchun shu safar jazoladingiz deyapti. Sababini o'sha e'lon qildim. Ro'za kunlari, o'g'ay, ro'za kunlari u menga qarab cho'rtsam, balosam, so'kinish so'zlar, balobatlar. Insonmiz-da, hayvondan farqimiz bor. Chegara degan narsa bor. Bu yuqorida aytganimizdek, biz ham nomaqbul ishlarni qilamiz. Joyi kelsa, undan battar ishlarni qilib qo'yaman, joyi kelsa. Men tan olaman. No, insoniylik degan meni chegaram bor-da. Ya'ni kimdir chiqib ro'zada mana shunaqa ishlarni qilsa bo'lar ekan deb bu narsani normal holatga aylantirishga harakat qilyaptimi, u meni dushmanim. Uni auditoriyasi hozircha menikidan katta, chunki men orada pauza 5-6 yil pauza qildim, ozgina o'tkazordim oldinga uni. Misol uchun men boshlagan paytda ular bilasizlar hali yo'q edi u bolalar, men ijod rapga kirgan paytim. Uni ko'radi, men bu asosan maktab o'smir yoshli bolalar mana ro'zada so'ksa ham bo'lar ekan, nashani misol uchun taqiqlangan narsalarni chakib bemalol mana bittasini ko'chada urib anaqa qilsa, bu narsani normal holatga aylantirishga men hech qanaqasiga bilmayman, boshqa reper qanaqa qarashdi, men yo'l qo'ymayman bu narsaga. Bo'ldi dedim. Disk u aytdiki 1 minutda dedi, ko'rgan bo'lsa, hamma ko'rgan. 1 minut yetadi menga, işte uni chortligini isbotlashga deyapti. 1 minut yetar ekan. O'zi po faktu bir umr harakat qilsa ham, bitta albom yozsa ham, men aytganingdek maqtanishga aytmayman, Uzbumga emas-da, men bilan dislashish, men bilan battle'ga chiqib, u reper emas u bola. Bu meni shaxsiy fikrim emas, bu nauka deydi-ku, ilm, mana baho berasiz. Men kimdan xavotir olardim? Ruslan Fanimini, Doksim, mana Minor, aytaylik mana Dior, Bajo, Azamchi qo'qonli. Mana shular agar meni diskda battle'da raqibim bo'lsa, endi men bu degani mag'lubiyatga uchrayman demayman, men xavotirli chiqardim. Misol bittasini texnikasi kuchli, u bo'ladi hech narsa yo'q. U просто 30% mahoratim bilan, может undan ham kamdir, o'sha verayatность bilan olib qo'yadigan bo'lamdi. Men buni amalda ko'rsatib berdim. U portsam deb yurgan bola birdan disk chiqqandan keyin men seni ilmiyman,
bir oy oldin sen mani 1 minutda qaysi gapiga ishoninglar? Mana pichoqlarni rasmini qo'yib, insanmi shunaqa kulgim kelyapti, borib qonlarni qo'yib pichoqga bilmayman, sunnat to'yda ishlatgan pichoqmi? Yo, ani Counter Strike ko'proq o'ynaverganmi bola? Detskiy понятно-da. Xo'p, men u bolani shaxsan aytib taniyman. qo'yay, mana shunaqa podkastlar, boshqa ilmiy podkastlar ko'rsangiz, hamma masalan ilm haqida gapiradi. Endi reperlar bilan bo'lgan podkast shunaqa bo'ladi. Albatta. Tohir aka ham, men ham lichna masalan o'rtadagi konfliktga bizdan emasmiz. Nima deydi? U taraf bu taraf emasmiz. Biz aloqamiz yo'q, prosta hozir uzr aytdim, mana shu qizib turgan tema bo'lganligi uchun nima bo'ldi o'zi degan maqsadda shu bir ikkita savollar bo'lsa, o'shalarga javob tariqasida Shuhrat aka gapirib o'tdi. Men o'zim lichna Shavkat aka bilan ham yaxshiman, salomatligim ham bor. Yozishib ham turamiz. 2 marta ko'rishganman, suhbatini olganman. Menga masalan meni anaqasi yo'q. Masalan, endi akalarni baribir mendan 10 yosh katta ikkalasiga o'rtasiga men tusha olmayman ham. Biz shunchaki kuzatuvchimiz. Chunki kimdir tarafga salimda qadam tashib qo'ysang yoki kim bilandir bitta stolda o'tirib qolsang tarafkash bo'lib qolishi mumkin-da. O'shaning uchun o'ylamaylar, men hamma uzrda hamma bilan yaxshiman. Tohir aka ham hamma bilan yaxshi, xudo xolasa. Men juda ko'p o'zbek reperlarini, shu o'zimizning reperlarni juda ko'pi bilan yaxshi munosabatdaman, yaxshi atmosferaman. O'sha ijod qilganman vaqtida, kamroq bo'lsa ham, kichkina bo'lsa ham, katta tanaffus bo'lib ketgan bo'lsa ham ijod qilganman. Shu uchun mani uzbunni shaxsiy qanaqadir tanimayman. U bolani ko'rmaganman, gaplashmagan. Omadingiz bor ekan. Bu o'sha o'zinglarning o'rtanglarda bo'lgan narsa, menimcha shu kitob meni juda ko'p fikrlarimni o'zgartirib, to'g'rilashimga yordam berdi. Ya'ni har bitta sizga otilayotgan toshga yoki har bitta sizga qilinayotgan fitna deyiladimi qavs ichida shunaqa yaqin insonlar bor, qavs ichida boya aytdim ularni fitnalar qiladi. Hayotda og'irroq bo'lib turib, eng yaxshi javob bermaslik ekan. Ignor. Ularga eng yaxshi javob ularning savoli bo'ladimi yoki ularga sizga tashiydigan vazifa bo'ladimi, orqangizdan gapirmaydimi? Bu endi men sizni yaqinim sifatida maslahatim ahamiyat bermaslik kerak ekan. Shunchaki o'zi bilan o'zi. Yo'q, men boya aytdim-ku, ahamiyat bermasdim. Prosta ro'za kuni bu ish bo'lgani uchun birov men seryozni, men hech qachon oxirgi marta men qachon bunaqa o'sha jahlim chiqqanini men eslolmayapman dedi. Munchalik mana o'sha qizil yonib qoladi-yu, ko'zingizga hech narsa qip-qizil hamma yoradi kadr, bo'ldi. Endi ro'za endi boshlangan, 1 oy vaqtim bordi. Hali ham men o'sha 1 oy ichida orada qadr kechasi-yu, hayitlar bilan bu hali bosilgan sostoyaniyamda bu. Kursini yo'qotib qo'ymaslik uchun harakat qilib turib odamlarni otuvga hukm qilganlar bor-ku, Qavshudagi rahbariyat. O'shanaqa odamlarni o'zim ishxonamda ham ko'raman, aka. O'shalarning hozirgi tirik personasi bor. Mana masalan, qarang. Bitta ish qilib qo'ydingiz. Nimadir ish qildingiz ishxonada. Men endi sal kengroq bo'lsin deyapman-da suhbat. Faqat repga aylanmaylik deyapman. Masalan, qanaqadir bitta ish qilib qo'ydingiz. U ish na davlat mulkiga, na u odamga, na o'sha yerdagi ish jarayoniga ta'sir qiladi. Yomon ta'sir qilmaydi hech qanaqa. Prosta nimadir endi ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Nimadir ish qilib qo'ydingiz. U sizni ko'radi-da, tepadagilarga, o'zidan ham tepadagilarga yaxshi ko'rinish maqsadida sizni nakazaniya qiladi. Siz haqingizda yozadi. Mana shunaqa narsa qildi, men uni ushladim. Ko'ryapsizmi? Agar bular 30-yillar yashaganda shu odamlar addin qo'yib otardi bizni. Bu aniq narsa. Mana shu kursimni yo'qotib qo'ymay, joyimni yo'qotib qo'ymay deb qilardi u ishni. Kommentatorlarga kelamiz. O'zi hech narsa kelmaydi qo'ldan. Men masalan bitta trek yozsam, aka, u trekni yozgunimcha peshonam terlab ketadi. Mehnat qilaman. Mehnat ketadi. O'tirib, doksimmi? Ana quyna deydi-da masalan. Bor. Aytaman, "Voy, qanaqasiga sen o'zing 4 qator narsa yozmasdan tur shu fikrga kelyapsan?" Xo'p, bo'lmasa eshitdim-a. Bular ham o'sha sotqinlarda aka gen bor-u, sizni dadangizdan yuqadi, sizga nimadir yuqadi. Sizni dadangizdan, men dadamdan ham nimadir, men o'zim dadam hozir mana ulg'ayayotgan sari dadamdagi qaysidir bir odatlari, ish qilgandagi haligi qanaqadir divizionalari menga yuqyapti. O'zim ish qilganda xuddi shunaqa ishlayman. Biling deyman, dadam gen yuqar ekanda. Bu gen gapiradi. Ularda ham ota-bobosi o'sha paytda kimnidir sotib bergan, yo qaysidir darvozani ochib bergan, yo'ga mana shunaqa odamlar ular. O'shaning uchun aytaman, biling, biz hali avlod tozalanmas ekan, shu
Bu odamlar hali qon necha 100 yilda almashadimi? O'sha paytgacha bormasak, agar o'sha paytda tozalanmasa, hali beri bularni anaqa qilib bo'lmaydi. Bularga asabiylashish ham kerak emas ekan. Bu kommentatorlarga nisbatan. Siz ham so'kadi. Men aytaman, menga kam Shuhrat aka yomon so'kadi. Bilmayman. Dikramanda Shuhrat aka deyman. Shuhrat aka nima qilgan ekan? Kredit olib bular nomiga olib turib, qachon qo'yaman-da, masalan. Bu albatta hazil. Bir-birimizga dushman bu, bir-birimizni so'kib, bir-birimizni yomonlab, anaqa qilganda u to'g'ri yo'q. Mana millat mana shu jarayonga keldik mana. O'zimizga o'zimiz dushman bo'ldik. Mana shu birdamligimiz yo'qligi sabab 150 yil mana shu boshqa din vakillarini biz anaqasini ostida bo'ldik, ta'sirini ostida bo'ldik. Biz qachon biling, ana o'tirib shu narsalarni o'ylaymiz-da. Bizni eng katta problemamiz mana shu birdamlik emasmiz, Tohir aka, birdam emasmiz. Mana o'zbek O'zbekda o'zimda hisoblab qarasangiz, ko'zga ko'ringan 10 tacha reper bo'lsa kerak. Ha, 10 ta sanoqli. Lekin 20 ta klon bo'lib ketganmiz-da. Masalan, men aytaman-da, men bitta trek chiqarsam, qanaqadir trek chiqardimmi? Sirasi kommentiga yozadi. Falonchi bilan battle qiling deydi. Ko'ryapsizmi? Battle qiling, falonchi bilan dislashga duxingiz yetadimi deydi. Voy, davay kelsin. Duet qiling, yaxshi narsa chiqarsanglar bo'ladimi? Kam. Duet qiling deydiganlar ham kam. Lekin duet qiling desam xursand bo'laman. Ayting, "Malades" deyman. Mana shular ana birdan bo'lishimizni xohlayapti deyman. Battle qil. Nega battle qilaman bular? Men o'zim mazza qilib sevgi haqida trek yozib yurman yo ota-ona haqida trek yozib yurman, mazza qilib o'zimga yoqyapti. Men nima qilaman u haqorat qilib? U menga yomonlik qilmayapti-yu. Yo, men unga yomonlik qilmayapman. Nima kerak bor bu narsani-da? Bu bizda men o'sha umidni ham uzdim. Nima deydi? Biz rivojlanish, men foyda, to'g'ri, mana shunaqa narsa bo'ldi. Biz birlasha olmasak kerak deb o'ylayman. Endi bu yomon narsa, o'zi umid uzish kerak emas. Umid oxirida uziladi deydi-yu, lekin men shu ketishda kerak. Men o'ylashim shu ketishda kerak. Men o'zbek repdan ham chiqib ketsam ham orqamdan baribir o'zi gnidayda gapiradiganlar bo'ladi. Sizda ham, menda ham, akada ham, masalan, hammamizda bo'ladi. Orqadan gapiradiganlar. Shuning uchun men aytaman, bo'ldi, biz shu ketishda ketdik. Biz birlashgunimizcha yo bitta odamimiz zo'r bo'lib ketsa, uni borib turib hammamiz maytigacha mikrofon taqishda emas, u birlashish. Uni o'sha cho'qqisigacha olib chiqish degan. U cho'qqiga chiqqandan keyin men ham bilaman, o bizdan deyishdi. Unda emas, u cho'qqigacha sen paddeshka qilganmisan, uni cho'qqiga chiqquncha paddeshka qilganing, zinaga chiqayotganingda paddeshka qilsang, o'shanda uni oldiga borib turib bizdan deyishga haqqing bor. Men masalan, unaqa deyishga haqqim yo'q odamlar. Men ham faxrlanaman-da, biz bayroq ko'taryapti, lekin uni yoniga turib olib turib, men klon bo'lishga haqqim yo'q. Bitta narsa bor. Boya gapim aylanib ketib qoldi. Men shunaqa sal erta-metta olaman. U biz birlashgunimizcha qiyomat kelib qoladi ekan. Men shunaqa deb o'ylayman. Unaqa bo'lmasin. O'sha chunki mana kommentga kiring. Qismanda shunaqa qo'shilaman. Biz deganda bu jamiyatmi yo o'zbek repi nazar? Yo'q. Jamiyat hammada bor. Har bitta sohada bor shunaqa. Men ikkita bodybuilder gap talashyaptimi? Mana bodybuilder, masalan, sizlar ikkalang bodybuilder bo'lsalaring va kachok bo'lsalaring, bu kachokni yomon ko'rsam, bu kachokni muxlisman, a? Bu kachok uchun uni borib turib men kommentiga so'kmayman. Bu tarafdori bo'laman, aka, omadini bersin. Mayli, uni ham omadini bersin deganimizda biz rivojlanamiz, birlashamiz. Mayli, odam muxlislik qilishga haqqi bor. Bunga ham muxlis bo'ling. Mayli, uni ham yomon ko'rmang, chunki u sizga yomonlik qilmadi. Prosta kommentiga kirib turib, aka, omadingiz bersin deb yozib qo'ying. Kelinglar mavzudan uzoqlashmagan holda hozirgi o'sha oxirgi uzrib yengilliklari bilan o'sha hamma tanish, hammaga ko'pchilik reper deganda ko'zini oldiga keltiradigan inson, ya'ni Diyor Sergeli Garmoniya ijodga qaytdi degan har xil mish-mishlar yuribdi. Bundan xursandmiz albatta. Chiqib qaytgan o'zimda. Qaytsin, o'sha o'zinglarning fikringlarni bildirsanglar. Bu inson repga qaytgani yaxshimi? Bu insonni repda juda katta burilish qilgan insonlardan bittasi. Yo'q, qaytgani razumeytsa yaxshi, chunki men chiqaysi men degan allomat blogerlar ham islomiy emas, shu qaytganni 1 oy ichida 20 ming podpishchiga kelib qo'yganini Fitratda eshitdim. Buni Diyor o'zi ham qisman tan oldi, shu u o'sha paytdagi muzikada hozir juda o'zgarib ketgan yo'nalish. Men mumble rap, nimalar, pokoleniya qanaqadir. Yo'q, lekin nostalgiyani Diyor misol uchun mana Seryoga bor-ku Rossiyada. Yangi stilga o'tdi, eshitmadi hech kim. Uni o'sha nima uchun Seryoga deb eslab, o'sha chorniy bo'merlari, o'sha kingringlari anaqa bilan
Bizani paytda esingizda endi doksman polni biladi. Biza musiqaga e'tibor bermasdik. Bizani ma'no edi o'tdi. Tekst. Ma'no o'tdi. Har bitta gap nima do'san, nima haqida aytilyapti. Ustalik. Diyor o'sha oqibat o'sha paytdagi endi to'g'ri men ayblamayman, kommersiyaga ket-qaytmalar qilib turardim. No, men uni kommersiya replaridan ko'ra, endi og'aynimiz, radnoyimiz ko'proq o'sha hayotiy treklarni eshitardim, gap bo'yicha. U bola hali ko'pchilik televizorda o'zini tanitolmay pul qilib sarflab yurgan paytda o'sha telefonda O'zbekistonni o'zban qilayotgan bolada. Men o'shanga qaytishni tarafdoriman. Qaytsa repga xursand bo'lamiz. Diyorni hayotda ko'rish orzu bo'lmaganda. U yo'q ko'rmayman bu bilan men shu yerda yuraman, bulardan shunaqa bo'lgan. Prosta rasmi qanaqa ekan shu aka, qanaqa ko'rinish, hayotda ko'rinish qanaqa ekan deb turib yomon qiziqqanman endi konkretniy. Diyor. Polni manda kichkina kolonkam bo'lardi, ko'k kolonkam bo'lardi qaramaysiz. U paytda Fleshkam 512 mi degan fleshkam bo'lardi. Polni Diyor. 17. Polni Diyor eshitardim, men konkret muxlis bo'lganman. Diyor aka bilan mana nasib qildi, tanishdik. Juda muomalasi zo'r, hayotda juda ham yaxshi inson ekan. Men hurmatim yana bir bor oshdi. O'zi hurmat qilardim, yana ham hurmat. Endi inson sifatida ham hurmatim oshdi. Va yaqingacha mana 3-4 oy, 2 oy oldin, 1 oy oldin men Diyor aka meni tanimasa ham kerak, eshitmagan bo'lsa ham kerak deb yurardim-da. Biz uchun kim nima deb tushunsa, menga Diyor aka 10 so'm pul bermaydi, 1000 so'm pul bermaydi. Menga anaqasi yo'q. Paxta qo'yganda anaqa prosta men yoshlikdagi nostalgiya bo'lganda mazza qilib eshitganman. Hozir libboy blogermi, boshqami agar kimdir chiqib turib shunaqalar chiqadi-yu, ana o'zini tanimaganga oladi-yu. Diyorni masalan, Diyor temasi qaytish kerak. Men o'z aka bilan bir ko'rishib, bir salom alaykum qo'yish men o'zimda azaldan bir niyat bo'lgan. Xudo xolasa bu niyatimizga ham erishishimiz kerak inshaalloh. Bitta duet agar aka bizni kamtarona ijodimizni o'sha o'zini yuksak ijodiga agar sal bo'lsa ham endi teng kelmaymiz-ku, yaqinroq olib borsa ham men shu paytgacha birorta ijodkorga duet taklif qilmaganman. Bittagina shu Diyor akaga duet taklif qildim o'shanda. Bo'l qilamiz deb qo'ydi. Ana ijodga qaytib qilamiz dedi, xudo xolasa musht bo'lib qolar. 4 minutli ashula. Hozir masalan kimdir 10 minut ashula qiladi, zerikib o'rib qolasiz-ku. U 4 minut, 5 minut qilgan повтор eshitganmiz-da. U bilen degan. Mana bu so'z bilan mana bu so'z bir-biriga o'xshamaganda, har xil narsa haqida gapirgan. O'sha paytdagi reperlar originalroq bo'lgan. Men bu narsani nimaga unda eshitganingizda qanaqadir atmosferalar, buzuq joylar, ana bir shunday joylar ko'z oldiga kelgandi u paytda. Endi hozir men hozirgi avlod reperaman, lekin biz qay darajada eplolayapmiz endi bilmayman. Agar eplolayotgan bo'lsak yaxshi, eplolmayotgan hali beri ular darajasidamiz deb o'ylamayman. Dogs kamtarlik qilyapti. Dogs bugungi kundagi eng elit reperlar qatorida. Chunki men primo efir qilganimizda ham menda 9 ta odam bo'ladi. Dogs ulangandan keyin 400 ta 300 ta bo'lib ketadi bu. Aktiv shuni raqamlarni o'zi aytib turibdi-da. Hozirgi o'sha kommentariya deganingga men ham sira shuni o'yladim-da. Yo'q, lekin meni yaxshi ko'radigan shu narsa Xudoga shukr deyman. Shu Dogsimdagi kamtarlik Wi-Fi bo'lib tarqashini xohlardim. Chunki mana aytganimdek nonaimda bitta million anaqa olib qo'ysa hammadan отписаться qilib qo'yacağım. Men ham lekin hammadan отписаться. Yo'q, sen boshqa sabab bo'yicha. Sen ofitsialni e'lon qilding, video обращение qilding. Meni shaxsiy oilaviy sababim tufayli deb aytding. Boshqalar unaqa emas-da. Abroviy mana yaxshi taniyman. Bitta dunyo chiqqandan keyin u вообще o'zini o'zi anaqa xuddi mana birinchi chiqib kelgan boladek qilib qo'ydi. Men yomonlamayman, Abroviy bilan juda yaxshimiz, yaxshi inson. Surxondaryolik bola. Mana shu disdan keyin aktiv deydimi? Mani storiesimni bir 15 ta odam ko'rardi. Уже primoy qovundan 9000 ta odam kirganda. Men вообще menda bunaqasi birinchi marta bo'lishi-da. Mana shuncha ibratli narsa qilishga kerak emas. Disos turish kerak. Dislashsiz, yomon obrazda shakllansangiz, darrov kelib olib, yana o'sha hamma men tobutimni ko'taradigan bo'lib qoldi, boshqa bo'ldi. Zo'r bo'ldi bugungi suhbat, maza qildim. Eski qadrdonlar o'sha hozir bizani tilda endi qarigan reperlar, qariyalar deb mana. Meni ta'birim bilan aytganda dinozavrlar tutib yegan reperlar. Ziyorra davr bilan aytganda pensionerlar. Men o'sha pensionerlarni ijodga qaytib ora-orada bo'lsa ham qanaqadir treklar chiqarib turishim tarafdoriman. Chunki o'sha ular hayotiy saboqlarni ko'rdi. Ularning yoshi ko'p narsalarga o'sha o'rganamiz. O'sha
ularga ergashadigan odamlar bor, yetarli darajada o'zini auditoriyalariga ega va o'sha o'zini auditoriyasidan foydalangan holda jamiyatga foydali bo'ladigan nimadir chiqarib tursa xursand bo'lamiz. Sizga ham rahmat, bro, respekt, zo'r xayrli ish boshlabsiz. Chunki bu faqat rep yoki faqat hamma mavzular qamrovga olingan. Menimcha bu sondan keyin o'sha tomosha ham bu yerdachi gap, men Tohir bilan mana suhbatlashib loyiha bo'yicha gap u prosmotr, mana bu hype uchun emas. Bu chista insonlarga shu ma'naviy, ma'rifiy qolaversa, o'zbek reperlarni shu faqat biz reper deganda faqat axloqi buzuq nimalar emasda, işte biz boshqa qirralar, bu men bunaqa toifadagi podkastni ochiq Rossiyada ham bunaqasini ko'rmaganman. Zo'r ish boshlabsiz. Biz xudo xolisa poddershka shundoq ham bo'lsa bo'lmasa poddershkadamiz endi. Keyingi mehmonlarga ham omad, shunaqangi nimalar kutaman. Muxlis bo'lib ko'raman keyingi sonlarimni. Xudo xolisa joyi bo'lib oldik, qayerda bo'lishini ruxsat bersanglar jonli tomosha qilamiz. Men ham xursandman. Tohir aka, sizga kattakon rahmat. Men o'zimni anaqa reper deb hisoblamayman, bu kamtarlik emas. Kamchiliklarim juda ko'p. Xudo xolisa mana shu kamchiliklarimni to'g'rilashga ulgurmasimda meni shu mana shu joyga mos deb chaqirganingiz uchun avvalo katta rahmat. Xudo xolisa yana ham yuqoriroq cho'qqilarga chiqqanimizda yana bir kelaman inshaalloh. Sizga ham rahmat. Katta rahmat. Men qolgan narsani gapirmoqchiman. Bu meni fikrlarim, bu tochka emas. Men 26 yoshli bolani miyasida gapiryapman. Aqllilik qilmadim. Bor narsani gapirdim. Agar qaysidir gaplarim noto'g'ri ketib qolgan bo'lsa, sizlar anaqa qilinglar, sabr qilinglar. Xudo xolisa o'sha yoshga yetganimda meni ham fikrlarim yaxshi tarafga o'zgaradi. Qaysidir fikrlarim noto'g'ri bo'lsa inshaalloh. Biz hali o'rganishdamiz. Nima deydi? Izlanishda hammasi yaxshi bo'ladi. Muxlislarga, sizlarga ozgina manfaatli bo'lgan bo'lsa, kayfiyatlaringiz ozgina ko'targan bo'lsa, rahmat. Ketgan vaqtlaringga rozi bo'linglar. Tohir aka, sizga ham kattakon rahmat.